Muncha narxlaringiz arzon deb kimdirlar mani duo qilib qo'ysa, kimdirlar negativ yozadi. Mehnat qilgan odam ko'proq haq oladi deb. Siz najit mehnat qilmas ekansiz, ichiga musor narsalar solar ekansiz, o'shaning uchun arzon deb. Arzon degani musor degani emas, lekin qimmat degani zo'r degani ham emas. Mana men 1 yashar o'g'lim bilan kolyaskada bozorga borib, toza qaymoq olib kelib, morojniy krem qilib, svejiy banan, svejiy qulupnay, svejiy narsalarni solib, Millennium shokoladdan solib, mana shunaqa qilib arzonga tort qilib beryapman. Ustini ham, ichini ham klientimizning xohishlariga qarab qilib beryapman. Oddiy xalq cho'mchaga ko'tara olmaydi 500 ming, 600 ming, 700 ming, 800 minglarni. Oddiy odamlarni bolasi ham chiroyli tortlar bilan fotosessiya qilgisi keladi. Ichi to'la nachinkali zo'r tortlarni yegisi keladi. Lekin puli yetmagani sababli oddiy tortlar, oddiy narsalar yeyish kerak degani emas. Mana klientimdan otziv. Bemalol yozaveringlar. Arzonga zo'r qilib beraman.